Dunyoning 4 chekkasidan kelin olgan oilada qivizi uy to'yi. Voy o'lmasam. Biz bu yoqda to'y harakatini qilib yotibmiz. Bu kelin uyqudan uyg'onay demaydi-ya. Asboblayman. Ey menga qarang mushuk. Ertalabdan kechgacha uxlagan. Na bir ishingni tayini bor, na bir ovqatingni tayini bor, a? It. Ertalabdan kechgacha akillagan. O'zing ham uxlamaysan, birovni ham uxlaganini qo'ymaysan. Ha? Tillar chiqib qoptilarmi kelin poshsha? Oyijon, assalomu alaykum oyijon. Yaxshi tomondingizmi? Ha, nima edi? Chap tarafingiz bilan turdingizmi deymi oyi? Ha? Menga qarang kelin, xabaringiz bor. Qivizni uy to'y qilyapmiz. Aytgancha sizlarga aytdimmi yo'qmi? Men o'g'illarimga dunyoni 4 tarafidan 4 xil kelin olib kelganman. Menga qarang kelin. Boring, chapillatmasdan ovsinlaringizni chaqiring. Aisha Baxatkar. Hoy Aisha Baxatkar. Oysha? O'la, hamma yoqda shararasini chiqarib tashlading. Sharmanda qilding. Hey, bizi uyda o'zi hamma narsa serial bo'lib yotibdi. Nima ish buyursang serial. Muslima qizim. Ha, oyi. Qizim bor. Kinoyinga pul ber, do'kondan borib non olib kelsin. Ha, men kino. O'lsina, bularda pul berish boshqacha edi-ya. Au. Ana aytdim, biz uyda hamma narsa serial bo'lib yotibdi. Bo'ldimi? Kelin, cho'zing pulni bu yoqqa. She? A bering? Ha. Kabodi. Darsimni qo'ring. Bor, darsingni qil. Ha, kelin, siz ham bilib ishlaringizni qilavering, boring. Xo'p bo'ladi. Shunaqa jonimga tegib ketishlari bitta gapni 3 marta qaytarish. Menga qarang kelin. Boshqa bu gap qayta takrorlamay, tushundingizmi? Tushundim oyijon. Voy, davleniya bo'lyapman shekilli. Qachon shu gaplar tugaydi? Voy, men Sotdi. Bo'ynim o'qala o'rib ketdi. Voy, mametlarim ham o'qala. Ey, kelin kim bor chaqir. Sasiona. Hoy Sasiona. Oyijon, buning xo'sh sasib chiqadi. Sasiona. Bular shu bitta odamga shu faqat 45 minut ta'zim qiladi-da. Kelin salomi ham 1 oy bo'lgan bulardi. Kelin, bo'ldingizmi? Qolganini ertaga berasiz endi. Mana shu kelinni oldimi, hovlimizda o'g'irlik paydo bo'ldi. O'g'rimikan oyijon? Yo'q, bir kuchugim bo'lardi olapar degan. Mana shu kelgandan beri nafaqat uyimizda shu mahallamizda ham it qolmadi-da, ketdi hammasi qulog'ini ushlab. Menga qarang qizim, Jumanazar o'g'lim qani?
Jumoy akammi? Jumanazar demang. U mening Jumoy akam. Mening Jumoy akam. Jumoy akam menga iPhone telefon olib berdilar. Keyin Dubayga sayohatga olib bordilar. Eng asosiysi bugun kechqurun eng qimmat restoranda birga ovqatlanamiz yolg'iz. Siz jumongiz va chummongiz bo'lib qopti-da. Hali kelsin o'zim gaplashib qo'yaman-ku. Menga qarang qizim, xabaringiz bor, qiviz uy to'y qilyapmiz. Nima qo'sha olasiz shunga? Karischa shirin ovqatlar qilib bersam bo'ladimi? Xo'p, nima qilib berasiz? Qisqichbaqa sho'rva, bo'lmaydi. qisqichbaqa kabob, qovurilgan qisqichbaqa, muzatilgan qisqichbaqa. Voy qisqich. Baqayni tiqorma bo'tga. Undan ko'ra boshqa narsa bersangiz bo'lmaydimi? Nima bera olasiz boshqa? Karischa raqs tushib bersam bo'ladimi? Voy sotdi. Sotdi. Oyijon, uzr, berilib ketibman-da, oyijon. Sharmanda qilasan. Boring keling, ishlaringizni qilavering. Xo'p bo'ladi. Bu hozir chiqib ketguncha 3-shartam tugaydi. Sotdi. Voy sotdi. Chaqir keyin kelinlarni. Girmiyona. Hoy Girmiyona. Girmiyonaxon, oyim chaqiryaptilar. Voy kelin, xabaringiz bormi? O'zi siz o'g'lingizga ham sunnat to'y qilyapmiz. Ha. Siz bo'lsangiz kalta yubkani kiyib shiltir-shiltir u yoqqa o'tasiz, shiltir-shiltir bu yoqqa o'tasiz. Sharmanda. Qani qudalar kelganmi? Ha, kelishgan. Chaqiring. Xotin bo'l. Kelin. Dadangiz kelmadimi? Mo'ylovga qarang, mo'ylovga. Tepasiga ahamiyat bermabman-da. Xudo, bu yog'iga endi nevarangizga to'y. Nima bu yog'iga sarpa suruvsizdan endi? Mana, biz nabiramizga chiroylikgina yubka olib keldik. Mazza qilib kiyib. Voy, o'lmasam. Endi kiyatda Xudo. Xudo, nevarangiz o'g'il bola, xabaringiz bormi? Oyijon, qo'yavering. Do'ppi qo'yishga qulay ekan. Tagidan sham. Bunday bir tuzukroq sovg'a yo'qmi? Dadasi ko'rmanasiga shularga ozroq pul beraylik, pul bering. Ko'rmayapsanmi qo'limdan? Yubkam kistasidan ol. Ma qizim, oyijoningga ber. Og'zi yopilsin. Menga qara. O'z yubkasining kissasi bormi rostdan? Bo'lsa kerak, oyijon. Xudo. Bu darvozangizni yopib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Nimaga shamollab qolasizmi? Skvaznak bo'lib yubkam ko'tarilib ketyapti-ku. Xotin, mana o't. Sharmanda qilding, odamni sharmanda qilding. Ikkimiz yubkamiz almashib qopti-ku. Endi ko'rganlar nima deydi? Xudo bu xotinning yubkasini kiyibdi demaydimi? Men qanday bosh ko'tarib yuraman? Xudo. Bizda erdi yubkasi, xotin yubkasi degan narsa yo'q. Bizda yubka kiydingizmi bo'ldi, boshingizni ko'taraman yuraverasiz. Kiyavering Xudo. Bor, dadang shalvarlardan bittasini olib chiq, kiysa mana oyog'ini ko'rsatib yurmasdan bitib. Boring, joylashtiring. 4-kelinim Tilla. O'zimizni o'zbek jaydari kelin. Qani, kelin salomini ko'ramizmi? Sotdi. Olib chiq o'zing. O'zing kelin salom aytasan endi. Qizim degan surpa sira kelib bergan 10 millionga billa sovg'ani taqdim etgan o'g'lim bilan qo'sha qarib 100 ga kelsin degan 14-chi bir tanda non yopib qo'ysin degan yaratgan Allohim to'rt qorin egasini bersin degan salom
yar yar. Kelin salom yar yar. Qabul aylang qaynonasi, sizga salom yar yar. Bo'ldi, sharmanda qilding shuncha odam oldida. Shunaqa ham kelin salom aytadimi? Yo'qmi bir normalniy, bunday bir kelin salom? Bor. Qani? Voy, yangasi assalomu anaqa bo'ladi.